Ibn Sino ikkinchi darajalik narsani, ikkinchi sort narsani yaxshi ko'rmasdi. Abu Mansur Jibahi bilan nahv ilmida, arab tilida bahs qilib qoldi. Bahs qilib qoldi, yengilib qoldi. Jibahi lug'at ilmida kuchli ekan. Endi Ibn Sino bunga ko'nmaydi, bunga rozi bo'lmaydi. Qanday qilib mag'lub bo'lib qolaman? Qanday qilib past kelaman bu masalada? Dedida 3 yil faqat arab tili bilan shug'ullandi. 3 yil faqat lug'at ilmi bilan mashg'ul bo'ldi. Natijada arab tilini eng qadimiy bir nozik, g'arib so'zlarini o'qib o'rgandi. Va mana shu 3 yil ichida 3 ta qasida yozdi. 3 ta kitob yozdi, ichida qasida arab tilida. Qasidasi bor 3 ta kitob yozdida, shu eski qadimiy so'zlardan ichiga yozdi. Bir varaqqa ana shu qasidalardan bittasini ko'chirib turib, qadimiy, g'arib so'zlari bor. Halining ustiga suv sepdi. Ho'l bo'lgandan keyin quritdi. Yana suv sepdi, quritdi, optoy qo'ydi. Xullas, uzoq, ya'ni qadimgi varaqlarga o'xshab qoldi. Keyin podshohning huzuriga kirgizdi maktubni. Jibahi shu yerda o'tirgan edi. Imom Ibn Sino yengib qo'ygan. Podshoh uzatib turib, bu tilshunos olimda, qani o'qib bizga sharhlab bering-chi dedi, o'qib sharhlab bera olmadi. Shunda Ibn Sino o'zi keldi-da, o'zi sharhlab berdi.